Namehram ayollarga bir qatim qarab qilish va ikkinchi qatim qarashning hukmi. Islom savol javoblari to'ridagi 1774 nomerlik fatvo. Uyg'ur Islom tori tarjim qilib tarqatdi. Savol: Namehram ayollarga qarashning tamoman harom ekanligini bilaman. Ammo gohida bir ayolga maqsadsiz qarab qolsam, bu qarashim 1-2 sekund davomlashib qoladi. Ondan Alloh taolaning namehramlarga qaramaslik haqidagi buyrug'ini yodim qolaman-da, darhol ko'zimni boshqa yoqqa burib olaman. Savolim shuki, birov ayollarga shu 1-2 sekund qarab turib qolganligi sababli gunohkor bo'lamdi. Yusuf Qardavi Islomdagi halol va harom degan kitobida Qur'onda namehramlarga qarashdan saqlanishga buyurilgan debdi-yu, ammo namehramlarga qarashni ma'no doirasini taraytib, ko'zlarning ayollarning go'zalligiga qarashdan huzur elishi yoki ayollarga qarab shahvatli xiyollarni qilish deb izohlabdi. Bu gap to'g'rimi? Allohga hamd va sanolar bo'lsinki, men bu darajaga, ya'ni shahvatga tushib qilish darajasiga faqat berib boqmadim. Ammo men ayollarga qarab turib qolgan shu 2 sekund tufayli bearomlik va besim his qilaman. Bu vaqtda menga ta'lim bersizlar. Alloh taolo maqomlarini ustun qilsin. Javob: Barliq hamd va sano Allohga xosdir. Jarir ibn Abdullah raziyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilinadi. Men payg'ambar sallallohu alayhi va sallamdan namehram ayollarga maqsadsiz qarab qilish haqida so'ragan edim. U ko'zimni darhol boshqa yoqqa burib olishga buyurdi. Sahihul Muslim 2159 nomerlik hadis. Hadisdan ma'lumki, birinchi qatim maqsadsiz qarab qilish insonning o'z ixtiyori bilan bo'lmaydi. Shu vajdan inson bu qarab qilishda o'zirlik hisoblanadi. Ammo darhol ko'zni burib olmay qaraversa gunohkor bo'ladi. Tarjimondan ilova: Bu yerda shu narsani eskartish zarurki, hadisdagi maqsadsiz qarab qilish deganda odam yo'lda manganda tuyuqsiz oldidan biror ayol kishi chiqib qolganga o'xshash saqlangali bo'lmaydigan ahvollar ko'zda tutiladi. Ammo atrofda namehram ayol kishi borligini bilib turib, u yon bu yon timsiqlab qarab, biror qatim qarashga ruxsat deyish ozg'unlikning eng yuqori pallalaridandir. Allohdan qo'rqayli. Darvaqa Alloh taolo bu haqda shundoq degan: Mo'min erlarga aytqinki, ko'zlarini namehramlardan va shuningdek barliq harom narsalardan tuban qilsin. Avratlarni zinodan saqlasin. Bunda qilish ular uchun eng yaxshidir. Alloh haqiqatan ularning qilmishlaridan to'liq xabardordir. Sura Nur 30-oyat. Ibn Burayda dadisining bundaq deganligini rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ali raziyallohu anhuga bundaq degan: "Ey Ali, namehram ayolga bir qarashqa yana bir qarashni ergashtirma. Ya'ni bir qarab qolgandan keyin takror qarama, chunki birinchi qatimqi tasodifiy qarash sening haqqing, ya'ni bu tasodifiy qarab qilish sababli senga gunoh yozilmaydi, ammo ikkinchi qatim qarash haqqing emas, ya'ni buning uchun senga gunoh yozildi." Imom Ahmad, Imom Abu Davud, Imom Tirmizi, Imom Darimi rivoyat qilgan Shayx Albani Sahihul Jami 7953 nomerda hasan degan. Jamul Favoid 4351 nomerli hadis. Demak, yuqorqi dalillardan namehram ayolga qasdan qarash yoki tasodifiy qarab qolgandan keyin ko'zni burib olmasdan davomli qaraverishning harom ekanligi sizga oydin bo'ldi. Shu vajidan sizning nazaringizda siz qaragan shu ayol go'zal bo'lsin, bo'lmasin, siz shu 2 sekundlik qarash sababli shahvatlaning yoki shahvatlanmang, shu qarash sababli kallangizga nachar xiyollar kelgan bo'lsin, bo'lmasin, shu qarash cho'ng zinoga sabab bo'lsin, bo'lmasin, namehram bir ayolning badanidagi har qanday bir yerga qarash qat'iy durust emas. Alloh taolo bizni va sizni har turli haromlardan saqlasin. Chunki to'g'ri yo'lga boshlovchi faqat va faqat Allohdir. O'zingiz va boshqalarning ichki dunyolik saodati uchun tarqitib qo'yishni unutmang.